tushuncha berib o'tamiz. Hozir avtosalon bilan bizda biznes rivojlantirish bankida kelishuvi bor. Shu kelishuvga asosan Tracker, Damas, Onyx avtomashinalariga chegirmali nimamiz bor. Chegirma asosida kredit ajratiladi. Agar 25% to'lagan taqdirda davlat ishiga ishlaydigan fuqaro bo'lishi kerak. 25% to'lasa agar 24 oyga 10,5%, 36 oyga 15%, 48 oyga 17%, 60 oyga 18,5% dan kredit ajratiladi. 30% dan boshlanadigan boshlanish badal agar to'lansa davlat ishiga ishlashi talab etilmaydi. O'zini o'zi band qilgan holatda 30% agar to'lagan taqdirda 12 oyga 0%. O'sha mashina narxini bo'lib beriladi. 20 oyga 7%, 24 oyga 10%, 36 oyga 14%, 48 oyga 16,5%, 60 oyga 18%. 40% agar boshlanishdan